Men o'zim Zaxirdagi polkovnikman. 40 yil atrofida vatan uchun xizmat qildim. O'zim bilmagan holda kasal bo'lib qolibman. 2018-yil menga rak kasalim qo'yishdi. Respublika onkologiya markaziga bordim. Markazda haqiqatan meni rak 3-stepening aytdi. Men Gana xalqaro tashkilotiga keldim. Bu yerda yaxshi mutaxassislar bor ekan, mahsulotlarni icha boshladim. Keyin 3 oydan keyin o'zimni yaxshi his qila boshladim. Men yana qaytib Respublika onkologiya sentriga borsam, menda rak yo'qligini aytdi. Keyin o'tfagimda tosh paydo bo'ldi. Bu ham ancha meni qiynab yurgandi. Men bir Normurod aka degan vrach bor ekan. U maslahat berdi. 2 litrlik termosga mana bu choy damlashdi. Kechqurun yotishdi, keyin shoshmasdan ichishdi. Shu xoh ishonmang, ertalabga mana shu tosh tushib ketdi. Qaysi doktorga borsangiz, o'tfagida tosh tushmaydi deydi. Mana bu tosh. Shu tosh tushib ketdi. Qani xalqaro tashkilotida men shu yerda davo topdim. Xudo yaxshi ko'radi, o'zini yaxshi ko'rgan inson deydi. O'zini yaxshi ko'rgan inson qanaqa inson desa sog'lig'iga e'tibor. Kim sog'lig'iga e'tibor bersa hech qachon kam bo'lmagan. Shuning uchun agar sog'lik sizga kerak bo'lsa, albatta keling, foydalaning. Bunaqa sharoit hech qayerda yo'q.